Assalomu alaykum yurtdoshlar, kanalda bundan sonra bize Sputnik'temiz bir plan 420 kvadratlı havlu joyimiz sotib qo'yilgan ekan. Bajarni xotona ega, uglovoyda joylashgan. Yurtda olingizning. Eldam 14 metre 30 bo'ladi yurtdoshlar. Yurtda olingizning tayyor. Bu yerda mashina qo'shish uchun mana stenkalarimiz bor. Shiprintilar telefonlar bilan zatilgan. Eldam boq qismidan bor. Tayyor ko'cha bo'ladi yurtdoshlar. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsak, Zebra do'konining yonidan kirib kelasizlar. O'ng qo'lingizda bog'cha, chap taraf aylanasizlar. Zekashdan ikkinchi ko'cha bo'ladi o'tganlaringizdan. Bir yerimizde yine bağlarımız var. Bir yerimizde oturadigan supa etib qo'yibdilar. Xatoqlarimiz ham ishlangan. Tellar yine tayyor ko'cha. Bismillah. İnşallah bir yerga ko'rib chiqamiz. Yurtdoshlar buni tushuntiradigan bo'lsak, adashmasam 2 etajga planlashtirilgan dedi. Plita bilan bostirilgan ekan. Karusina keladigan bo'lsak, karusi adashmasam silikat bilan aralashtirdi. Birimiz yine dalan kısmımız, dalanımız, patoklarımız zatilgan. Yurtda olingizning remontdan chiqib turibdi. Normal holatda doğru girib yashaladim bo'ladi. Enli joy uyimiz, bir plan. Yan tarafda girish qismi atap enamizga girganni chap qo'limizga qo'ygan umonliklarimiz bor. Jihozlarga keladigan bo'lsak, yurtdoshlar jihozi o'zingiz kelishasiz ustunda ayrim jihozlar yetadi, ayrim qoladi ekan. Eshiklarimiz hammasi yine taxta laklangan eshiklar. Birimizde uzun alacağımız. Bir plan joy yurtdoshlar e'tibor beramiz. Patoklarimiz ham ishlab ishlangan. Kim ulluğu qarab yurgan bo'lsa, bemalol kelib ko'rasizlar. Uyimiz enli joy. Yan tarafimizda bir xonasi. Xonalar ham keng, baland uyimiz. Patoklarimiz yine natijnoy. Oyoq telam bir taxta pol. Yerimizde yana bir uluz alacağımız. Bir yerden üstteki usul koyuptalar. Pajarni xotona ega. Oynalarımız hammasi ko'chaga qarab. Qisqacha video atib beramiz. Yurtdoshlar, yurtdoshlar bir plan. Yan tarafimizda yine spalniya e'tibor bering, o'xshim beladi yine. Jihozlarni aytib o'tganlarimizni o'zingiz kelishaverasizlar. Birinin baland polluğun sebebi arka tarafta az gösterip o'tamiz. Polni podol ekan. Birimiz kuxnya. Kuxnya yine beladi yine. Görünglar, e'tibor beringlar. Birimizde yana bir spalnisi. Yetişi ballar uchun komut etib qo'yibdilar. Bir de sanuzelimiz. Ugalak vannalarımız koyuyor. Bir de unitazlarımız Ariston'la ega. Bir de agumzan var ekan. Kir maşinlarımız bir de onu atib qo'yibdilar. Yan tarafımızda yurtdoshlar mana arka tarafta garaj qismidan bor. Yerlarimiz bursatchalar bilan zatilgan yine. Yurtda olingizning. Uyimizda teyan baland yerimiz yine birimizda podvalam bor. Polni vazlan ko'p ko'rasizlar, banka sanki yine. Bir yerden yine yazgı kuxniyalar atib qo'yibdilar ochiq. Shu messalarimiz bor. Birimizde garaj tarafına. Polni mashinalarni girib ko'rasizlar. Yanboshdan bazen hotdan polni mashina girib chiqadi. Bir yerda yine yanboshdan girib chiqadigan eshigimiz bor, bir yerda yazgı tualetimiz bor. Yurtdoshlar bunun narxini ayiradigan bo'lsak, narxi $130,000 deb turibdilar. Kim ma'qul bo'lsa ekranimizda belirgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'ling va salomat bo'ling.